Katta bolalar mashinasidan so'ragan azizlarimiz uchun biz qop-qora Svetdagi Bagati Center rayonidamiz. Amerikanka optera qilib qo'yilgan, opterani ham ko'rsatamiz. Balonlar yo'lga balon qo'yilgan chiroyli holatda. Mana chiroyli diskalar qo'yib qo'yilgan. Mashina kraskasi top-toza deyilyapti. Salon holatlari qirilib chizilib ketmagan. Tablolar akstika qilib qo'yilgan. Polik qilib olamiz. Rezina poligida chexol qo'yilgan. Mejikar pultda qo'yilgan deyilyapti. Mashina holati tiniq holatda. Mana yuqorida aytganimiz opterasi. Orqalari ham zanglab chirib ketmagan. Yangi metallarda. Mashina holati yaxshi. Yiliga qaraganda 2015-yilda ishlab chiqarilganligini aytdik. Probegi 1,5 km probegida deyilmoqda. Ushbu tiniq holatdagi qop-qora Svetdagi Gentra avtomashinasini akalarimiz 110 million so'm bo'lsa berar ekanlar. Generalni chiqar ekan, mana shu nomer bilan. Generalnisini ham xarajatini o'zim qilib beraman deyaptilar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib bosamiz.